Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Galartuz do'stlar. Meni yangigina videomga xush kelibsizlar. Okey, bugun biz Bedrock Edition'da 1.21.41 versiyada Bedwars o'ynaymiz. GMP serverda. Mana hozir IP'sini ko'rsataman. Mana Game Peru. Faqat bitta versiya uchun 1.21.41 versiya uchun. Okey, şu serverga kiramiz. Obunachilar Bedwars o'ynaymiz birgalikda. Ozgina nastroyka qildim bugun. Endi o'ynab bilsam kerak. Ko'raychi. Mana Bedwarsga hozir avtomatikga kirsa ham bo'ladi. Boshida sizlarda mana bunday bo'ladi. Hozir login so'rayapti. Hozir menda loginim. Umar yo'q. Mashina qilib qo'y. Qaysi bir edi endi buni? Oppo. Bo'pti, boshda boshqa akkauntdan kiraman. Oppo. Bo'ldi, chiqib oldim. Boshqa akkauntdan kiramiz. Boshqa akkauntdan sizlarga ko'rsataman qanaqa qilib bo'lishni. Settingsga kirasizlar akkauntni yaratish uchun. Mana accounts kiramiz. Accountni o'zgartiramiz. Xo'sh, masalan Gertor UZB. Bo'ldi. Gertor UZB normalni bo'lsa kerak. Mana serverda o'zi sizlarda bo'ladi. GMP. What the fuck? Serverga kiramiz. Mana sizlarda bo'ladi o'zi. Bedrock Edition'da shu versiyada kiramiz. Boshida sizlardan login parol so'raydi. Mana Englishni bosamiz. Da bu yerda o'zingizga login parol yasab olishingiz kerak. Bo'pti, men Yuri deb qo'yaman. Yuri, bo'tga ham shu parolni qaytarasizlar. Yuri. Sambitni bosasizlar bo'ldi. Qo'lingizda kompas beriladi. Kompasni bossanglar, mana bu yerda Bedwars anarxiya bor. Men Bedwarsga kirib ketaman, joinni bosib. Mana buni bosamiz. Shu ekan. Oppo, o'zbekman nima bo'lo? To'xta, nikini Sanjarbek. Yo, o'zbek shekilli bu. What the fuck? Bo'pti. Ozgina kutasizlar, bu yerda faqat bitta karta bor. JB Edition'dagidek. Mana bo'ldi, kirdik. Mashina bossanglar, mana buni bosmanglar. Mana shunday yursanglar ham bo'ladi. O'zi mana bu yerda odamlar kirib boshlaydi. Sizlarda sekund sanaydi. Damaza qilib Bedwars o'ynaymiz. Oh my god. Yes baby. Mana buni sindirsa bo'ladi. Yo'q, ana 29, 28, 27. Mana bu o'zbek shekilli bir ma'lum ekan. Menga po'qoy. 5 ta kishi kirdi. 16 kishi kirsa bo'ladi ekan. I am humans. Bro. Kutamiz. Aynan yo'qki eski bo'ldi. Bedwashga mana kirdik. Mana bu yerda narsa osilda bo'ladi. Mana buni yo'qotib bor. Bo'ldi. Ozgina narsa resurslar to'plab olamiz. Bor yo'q 20 ta. Что yomon emas. Mana buni bosamiz. O'tirib turib, kravatni ustiga qo'y bo'lmas ekan. Bo'pti, mana yotoqni o'rab oldik. Endi bu yerdan asta-sekin qurishni ham boshlaymiz. Mana buni bosamiz. Tez yugurish. Asta yugurib qursam kerak yo'q. Asta yugurib quraman. Mana. Blok tugab qoldi. Endi blok olib kelish kerak. Даже bir stay bo'lib ketibdi. Normalniy o'zimga tosh qilich. Yana taxta ham, yablok ham olamiz.
Serverimiz ortib qoldi. Mana bu ko'p chiqqanimiz. Mana. Mana shunday ko'rasizlar. Bo'ldi. Endi bo'lsa bu yotoqni sindirib tashlaymiz. Shuna buni sindirish kerak. Yo'qot, oppo, o'lib obunachilar yonmay orqadan krisalik qilib Zaynab qo'shadi bu ham. O'zi ham yotoqni sindirish kerak. Men qaysi rangdaligini ham bilmayman da. Mana ham olamiz. Oppo, mana yotog'im ketdi-yu. Da ketdi shekilli. Yo, onajon. Yenamni ko'rsatadi hozir. Oppo, o'lib qoldim. Bo'pti. Serverdan chiqib kiramiz, qaytadan serverga kiramiz. Okay. Ozgina bitta play qilamiz. Mana shunaqa rejimlarni ko'rsatish uchun kirgandim. Mana qo'yadi serverni onlayn qilishibdi. Bir necha kundan beri onlayn bo'lmagandim. Qayerda chiqdim bo'lsam, shunda turadi. Ko'raychi mana qani. Nima deb yozgan-ku? Akam. Yo mayo. Mah. Bo'pti.